oddiy ziyoli oilada, Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumanida tavallud topganman. Yoshligimdan odamlar bilan gaplashishga, odamlarni psixologiyasini o'rganishga, ijtimoiy muammolarni ichida yashab, ularni muammolarini hal qilishga juda ham qiziqqanman. 2017-yilda yangi islohotlar, yoshlarimiz uchun yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. Ilk marotaba O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qoshidagi Davlat boshqaruvi akademiyasi qoshidagi yoshlar muammolarini o'rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash institutini birinchi tinglovchilardan biriga aylandim. Har doim faol bo'lish albatta qiyin. Oddiy so'z bilan aytadigan bo'lsak, ayniqsa ayol kishi uchun, o'zbek ayoli, o'zbek qizlari uchun juda ham qiyin narsa. Ayniqsa ilmda. Nima uchun? Chunki vaqti kelsa ilm qilish yoshiga kelgan qiz, u ona, u singil, u rafiqa. U kimnidir kelini, kimnidir singlisi, kimnidir opasi. Demak, vazifasi juda ko'p. Bir vaqtda o'zida u farzandiga ham qarashi kerak. Bir vaqtda o'zida turmush o'rtog'ini ham o'ziga yarasha muammolari bo'ladi, turmush o'rtog'iga ham qarash kerak, uy ro'zg'or ishlari bo'lishi kerak, hali unga yugurish kerak, hali bunga yugurish kerak. Mana bu narsa jarayonni qiyin bo'ladi. Ayniqsa men hozirda 1 yoshli farzandim bor. Farzandim bilan ilm yo'lini, mana bugungi kunda 2-kursman. Doktorantura bosqichida mustaqil izlanuvchi sifatida 2-kursman. Ham shu bilan birgalikda davlat ishida ishlayman ham. Oliy ta'lim muassasasida, Toshkent davlat yuridik universitetida dars beraman ham. Farzandim bilan juda qiyin bo'lgan. 4 oylik chaqalog'im bilan birga men 4 oylik chaqalog'imni tashlab ham ishlab, ham o'qishga majbur bo'lganman. Majbur emas, boyaga ichdagi tug'yonlar qo'ymaganda, chunki vaqt o'tadi, yosh o'tib boryapti, lekin men uni qilishim kerak. Tashab ketsam, shu bilan tashab ketib qolinadi. Bunda insonni bitta maqsadiga erishish uchun uzoqroqqa borsa bir o'zi harakat qilishiga to'g'ri kelar ekan. Lekin oila bo'lgandan keyin albatta ayol kishida yuk katta. Turmush o'rtog'ini ham, farzandini ham, ota-onasini ham, kerak bo'lsa qaynona-qaynotalari bilan birgalikda olib borish. Bu qiyinroq jarayon ekanligini ko'rdim. Yosh bolam bilan kerak bo'lsa kechasi dars qilishimga to'g'ri keladi. Bolam yotqizganimdan keyin o'qishimga to'g'ri keladi. Mana masofaviy ta'limlar bo'ldi. Masofaviy ta'limni boyagi ta'lim nima deydi? Yuzma-yuz ko'rgan ta'limdan ancha farqi juda katta. Chunki bolalar 80 ta bitta guruhdan olasiz, 80 ta talabalaringiz bor, ular ham farzandlaringiz. Ular qilgan ishini kechasi tekshirish kerak. U qanchadir miqdorda odamdan energiya talab qiladi. Energiyasini sug'urib oladi. Mana bu jarayonlarni boshdan kechirdim. Lekin bu narsaga hech qachon afsuslanmayman. Chunki qanchalik olmos katta bosim bilan ishlov berilsa, u shunchalik qiymati va jilosini yanada ko'rsatadi. O'shaning uchun bu qiyinchiliklardan qo'rqmaslik kerakligini bildim. Hozirgi kunda gender tengligi juda ham global muammoligi miqyosida ko'tarildi. Endi oddiy qiz, u ijtimoiy faol. U o'zini ko'rsatmoqchi, qaysidir ma'noda o'zini hayotda, jamiyatda o'z o'rnini topmoqchi. Lekin agar menga shu savol berilganda, oldin bilasizmi, o'g'il bolalar bilan ko'p sinfdoshlarim bilan urushardim, to'g'risi. O'qishda ham jarayonda men birinchi, men bolalardan qolishim kerak, bahoda protsentlar sanab o'tirardik. 231 ball, sen kamroq olibsan, Sadulla, sen bunaqa olibsan, Aziz degan narsa bilan, lekin bolalar meni yoqtirishmasdi. Shu jihatdan yoqtirishmasdi. Lekin boyagi ayol kishi boshqalar jamiyatda uni his qilishlarini, unga e'tibor berishlarini, u bilan hisoblashlarini, oddiy shu narsani ayol kishi xohlar ekan. Shuning uchun ijtimoiy faol bo'lishga harakat qiladi. Shuning uchun siyosiy qarashlarini ko'rsatib dunyo miqyosiga chiqmoqda ayol kishi. Butun dunyo bo'yicha savodsizlik darajasi bo'yicha ayollar 3 dan 2 qismini tashkil etar ekan. Har bir qiz bola, har bir ayol savodsizlik xalq ta'limidan tashqari, yana 3 yillik ta'limimiz bor, biz kollej, litsey ta'limlarimiz bor. Albatta qo'llariga hunar va professional diplomga ega bo'lib chiqishlari kerak. Chunki ular oila, farzand, asosiysi farzand. Chunki farzand bu yana kelajak, yurtimizning kelajagi, u yetishib chiqishi kerak, davom etishi kerak. Avlod, bizni avloddan avlodga qolib kelayotgan qadriyatni yetkazib beruvchi, boyagi eltuvchi onalarimiz orqali bo'ladimi? Demak, savodsizlik umuman yo'qolishi kerak. Kerak bo'lsa, oliy ta'limni ko'p darajada qizlarimizning ham ta'limini yo'lga qo'yish kerak. Men shu narsada, yangi O'zbekistonda shu narsani ko'raman. Yangi O'zbekistonda ayollarimiz birlashgan ayollarni ko'raman. Faqat feministik shuncha g'oyalar bilan emas,
boyagi sharqona o'zbekona madaniyat bilan, tushuncha bilan kirib keladigan ayollarimizni tushunaman. Bizni uxlashga undamayotgan orzularimiz bu bizni haqiqiy kelajagimizni ta'minlovchi kuch bo'ladi.